Ambakin deb qo'ysam. Kollagenimizni, bizni sevimli kollagenimiz. Порошок ko'rinishda. Bilasizlar, hozir hammada уже 20 yoshdan boshlab hamma kollagen ichishi shart. Bu oqsildan iborat asosan. Oqsil hammaga kerak. Aynan o'sha teri, soch, tirnoqga buni kollagen kon foyda. O'zi organizmda kollagen ishlab chiqarishiga juda ham zo'r yordam beradi. 20 yoshdan keyin kollagen ishlab chiqarish kamaygan hisobiga aynan shu kollagenimiz keyin o'zi nimangizni tiklab, kollagenlarni tiklab, o'zi ishlab chiqarishga, organizmda kollagen ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu juda ham ko'p narsaga foyda. Teri, soch, tirnoqga koni foyda, terilarni namlab, osilishlarni zo'r ketkazib beradi, ajinlarga zo'r ishlaydi. Mimik ajinlar bo'lsa, shunaqa zo'r tekkizib beradi. Qizlar undan tashqari jinskiy tarafga ham juda ham zo'r matkani toraytirib beradi. Juda foydasi juda ham katta. Masalan, anaqasi harakatingizni yengil qilib beradi. Suyak bo'g'in orulari bormi? Aynan o'sha insonlarga kollagenga flex qo'shib bering. Harakati yengil bo'ladi. Tepaga chiqib tushishdan qiynalayotganlar bo'lsa, shuni ichiring, ham yosharadi, ham harakati yengillashadi. Mazza qilib harakatlanib yuradi. Undan tashqari, o'sha sizlarda qanaqadir operatsiya, masalan, kiservadan qolgan chandiqlar bo'ladi-ku, shunaqalarni ham zo'r bu kollagen tekis qilib berishga yordam beradi. Chunki elastiklikni oshirib, terini shunaqa tekis qilib beradi. Qizlarning chandi